Do'stlar, sun'iy intellekt shunaqa darajada rivojlanib ketdi, o'zingizlar bitta ko'ringlar. Endi sun'iy intellekt odamni o'zgartirmagan holatda fonni bemalol o'zgartira oladi. Qimmat studiyalarga borib yurish shart emas. Shunchaki fantaziyangizga nimadir kelsa bo'ldi. Misol uchun meni fantaziyamga hozir dorda qiynalib yurib ketayotgan odam bo'lishi mumkin. Lekin sun'iy intellekt buni ham bemalol qilib beradi. Yoki bo'lmasam birdaniga qaysidir dalada qo'y boqayotgan cho'pon ham bo'la olaman-da. Yoki bo'lmasam ishdan charchab ketib qaysidir mashhur barga borib o'ynayotgan odam bo'la olaman, lekin bu bizga to'g'ri kelmaydi, shuning uchun ishlab qo'ya qolamiz. Mana shunaqangi tinchgina ofisda ishlayotgan odam ham bo'la olaman. Iltimos dokumentlarni tezlashtirib beringlar, ishlayapman bitta. Yoki bo'lmasam ishdan charchab ketib qaysidir kafega borib, issiqqina kofe ichayotgan bo'lishim ham mumkin. Iltimos ofisant, bitta kofe beravering. Eng qizig'i, istalganimcha fonlarni o'zgartirib, bemalol shunaqangi shaharlarda aylanib relaks qilib yurishim ham mumkin. Do'stlar, bu videoni yasash umuman qiyin emas. Shunchaki shu videoni kommentariyasiga cho'pon so'zini yozib ketinglar. Sizlarga ham bitta video darslik tashib beramiz.